Akalar opalar ish bor, ayollarga ham, erkaklarga ham ish bor. Yotoqxonasi bepul tamoman hamma dokumentlarini qilib berishadi. Turdovoy dogovor bilan ofitsialniy ishxona, ko'rib turganingizdek Pochta Rossiya. Hozir mana shularni o'zidan so'raymiz. Oyligi qancha, nima ish qilinadi? O'zlari tushuntirib beradi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aka siz qancha oylik olasiz? Hop, bir oyda 108 ming, 110 ming oylik chiqadi. Bu yotoq joyidan tashqarimi? Albatta, yotoq joy registratsiyalar besplatno. Выходной kuni bormi? Выходной ixtiyoriy, xohlagan paytingiz bir kun oldin ogohlantirib qo'ysangiz, ertasi kuni выходной berishyapti. Amal yopishim dedi. Aka ish qiyinmi yo'qmi, to'g'risini ayting. Bu ishxonada eng yaxshi menman. Bari pensionerlar, ruskiylar, hammasi. Shular ishlayapti. Ish nima qilinadi, nima masalan? Ish shu tovarni yoqqa bu yoqqa olib borasiz, ajratasiz, mashinaga ortasiz, shunday. Eng og'ir yuk qancha, necha kilo? Eng og'ir yuk men o'zim ko'targanim примерно 30 kilogramm shunday. Undan oshib yo'q. Kamida qancha 30 kilolik? Yo, bir ikkita xolos 30 kilogramm. Qolgani hammasi yengil. Hammasi yengil tovar. Ayollar, asosiy ayollar ishlayapti. Ha. Yengil ish, og'ir ish yo'q. Я 108 тысяч получаю бесплатно, здесь жилье, автобус бесплатно, работа легкая, не тяжелая, все хорошо, удобно здесь. Aka nima-nimalar qilib berasizlar? Dokument. Bu akamiz ham shu ishxonani bir oylik oluvchi, ish boshqaruvchi kattasi, to'g'rimi? Kattalar ruski. Shunaqa, ha. Bizlarda nimalar besplatniy bo'ladi? Patenti bilan kelsin, qolgan hamma dokumentini qilib beramiz o'zimiz. Трудовой договор, registratsiyasi, трудовой договорning уведомленияsigacha o'zimiz qilib beramiz. Yugur qilish shart emas, yoqqa bor, bu yoqqa bor, bunaqa narsalar yo'q. Patent qayerga bo'lish kerak? Moskva, Podmoskva olaveramiz. Boshqa oblastlarga o'tmaydi. Yo'q. Boshqa oblast faqat kelib turib o'zlari perevod qilsalar agar bo'laveradi. Atak bu yerda ishxonaga hammasi ofitsialniy kirish kerak. Akalar bo'lar, bu ishxona ofitsialniy, даже охрана biz dokument qo'ymaydi, to'g'rimi? Shunday. Umuman iloji yo'q u narsani kirgizishdan. Oyliklaring ofitsialniy necha kunda bir kartaga o'tadi? Xo'p, har oyda 25-kuni avans 30 mingdan 40 minggacha, har oyda 10dan 15gacha oylik. Bir oyligini расчет qilinadi. 2 marta oylik bo'ladi. 2 marta, bir oyda 2 marta qo'liga pul oladi. Kartasiga. Akalar bo'lar, ish ofitsialniy, hech qanaqa aldov yoki hech nima yo'q, Turdovoy dogovor bilan. Bundaqangi skalat Pochta Rossiya, Vnukovani oldida ham bor aeroportda. Biz 6 oy oldin chiqaruvdik, ishchilar keldimi shunaqa? Ha, Xudoga shukr. Ha. Yaxshi ishlashyapti, hammalari xursand. Yaxshi ishlab turishibdi. Bizlarda 3 ta skladimiz bor. Vnukovo, Pochta Rossiya, Derevna Sharapovada Pochta Rossiyamiz bor, Podolskiy, Lvovskiy mikrorayonda bor. Undan keyin Moskva, Krokshinoda bor yana bitta filiallarimiz. Oylik bir xilmi hammasida? Hammasida bir xil. 3600 so'm fiksirindi, hamma joyda bir xil. Oyliklarni aytib o'tadigan bo'lsam agar, oyliklari o'sha biz aytgan usloviyalar ichida hammasi 3600 so'm. Yo'q, bizga faqat Turdovoy dogovor qilib bergan, yotoqxonamiz shu yerda o'zimizda deydigan bo'lsa, 4 minggacha to'lab beramiz. 3800-4 ming rubl to'lab beramiz. Qo'shimcha bo'ladi agar yotoqxonasi o'zidan bo'ladigan bo'lsa. Keyin bizlarda Vnukovo Pochta Rossiyamizda сделанный оплатamiz bor. Yerda bolalar har xil. Bir xillar ishlayapti 100 ming, bir xillar ishlayapti 185 ming oylik olgan bolalar bor. Любой bittasi kelsa men oyliklarni ko'rsatib beraman. Bizlarda hammasi bel zarplata. Birovdan yashirish yo'q. Akalar opalar, Vnukovani aeroporti oldida skalatlari bor, ikkinchi skalatlari, u yerda zdilni ishlasangiz ham bo'ladi. Men shaxsan o'zim borib ko'rganman, eng kami 100 to 180 minggacha oylik bo'ladi. Endi yangi kelgan odam 1 oy 100 ming olishi mumkin, nimaiki o'rgangancha. Sredniy oylik 140 ming, yotoq joyi bepul. Kimnidir Podolskiyda kvartirasi bo'lsa, menga yotoq joyi kerak emas desa, 4 ming rubl. Vnukovaniga ham haq shunday. Kimga yotoq joyi bo'lsa 4 ming rubl, atagi yo'q bo'lsa 3600 rubldan yotoq joylari chiroyli, zo'r, o'xshaga. Hozir videoni oxirigacha ko'rsataman qanday yotoqxona ekanligini. Aka kimning numerini qo'yamiz, sizmi? Обязательно o'zim nomerim. O'zim javob beraman hammalariga. Necha telefon nomeringiz? 916 733 79 43 ga. O'zingiz ko'tarasiz. O'zim ko'taraman, o'zim javob beraman. Akalar o'ylamanglar, bu odam bizga oylik beradi. Bu odam oylik bermaydi. Ish ofitsialniy ruskiy kattasi. Bemalol kelaverasizlar. Hozir to'g'risini aytsam, bu akamiz faqatgina sizlarga o'xshab oylik olasiz, siz ham bitta. Men ham oylikda ishlaydigan insonman. Men ish boshqaruvchiman bu yerda. Odamlarni qabul qilib, odamlarni ishga joylashtirib, ishni ko'rsatib, u oyliklarda kelganda o'sha o'zimizning eng katta boshlig'imiz, o'sha Gражданин Rossiya, o'sha kishi tarqatadilar o'zlari. Akalar opalar, bemalol kelaverasizlar, hech qanday aldov yo'q. Oylik har 15 kunda bir, yangi kelgan odamga 5 kun, 10 kun zadishkasi bor. Hamma joyda bor bu narsa. Ish ofitsialniy bo'lganligi uchun oyi 25-da, oyi 10da oylik beriladi. 2 marta oylik. Kelaverasizlar, sog' bo'linglar. Shu videoni iloji boricha tarqatinglar. Bizda ikkita joyda ish bor. Kimga qaysi ma'qul kelsa, ayniqsa seminarni akalarimiz oilasi bilan kelganlar juda ko'p menga telefon qiladi. Ish kerakdi. Mana oilalikka ham, ayol kishiga ham, erkak kishiga ham farq yo'q. Yotoq joylari chista, akkuratni.
Bo'lmasa hozir biz yotoq joyiga boramiz, yotoq joyini ham ko'rsatamiz. Qani bo'lsa yotoq joyiga aka borsak bo'ladimi? Albatta. Ketdik. Aka sizga ham rahmat. Sizni ishdan qoldirdik. Rahmat. Aka opalar biz mana ishxonani yotoqxonasiga keldik. Qaranglar mana qanday yotoqxonasi ko'rib turibsizlar. Общежит. Keling tog'a boqa. Assalomu alaykum. Aka opalar mana yotoqxonasi mana shunday holatda ko'rib turganlaringdek. Chiroyli mana 2 etajli karavot, bitta xonada mana 8 ta karavot qo'yilgan. Tog'a, siz noshta ishlaysizmi? Men noshga ishlayman, mana bu karavotga yotaman. Siz qancha oylik olasiz? Endi ishlasang premiyalari bor, boshqasi bor. Premiya qancha chiqadi bir oy? Premiyani ishga qarab. Bir oyga sredni qancha oylik olasiz? Oyligingiz 100 dan ziyod. 100 dan ziyod. Yotoq joy bepul. Yotoq joy bepul. Yana nima bepul? Yotoq joy, ishxonaga bepul, avtobusga borib keladi. Registratsiya, avtobusga borib keladi. Yeb ichish o'zingizdan lekin. Ha, yeb ichish o'zimizdan. Aka opalar, Patent to'lash o'zimizdan, nimalar, lekin buni ishlasa bo'ladi. Ish qiyin emasmi? Uyga yuborayotgan pul shu 100 da atrofiga bo'ladi. 100 atrofiga. Akalar, yotoq joy bepul, mana shunaqangi общежит, gostinitsa kak, normalniy xonalari, mana koridorlarni ham ko'rishlaring mumkin. Aka, ko'rsat. Mana koridorlari. Mana. Nima? Boshqona. Akalar mana kuxnalari, mana ko'rib turganlaringiz, mana 4 ta xolodilnik qo'yib qo'yibdi, mana kuxna, hamma narsasi bor. Kelib, bemalol ishdan kelib ovqatlarini qilib mana mikrovallovka, gaz plitalar ko'p, o'chirib ketmaydimi? Yo'q, o'chirib bo'lmaydi. Mana qaynagan choy pastiyani bo'ladimi? Turibdi boylar. Mana mikrovallovka, ko'rib turgan choy qaynatadigan, xullas sharoit bor. Produktni o'zlaringdan lekin. Yeb ichish o'zlaringning shodlaringdan. Общежит, registratsiyaga qo'yib berish, ishxonadan mana shu yotoqxona joyidan ishxonaga olib borish avtobuslari besplatni. Faqatgina qiladigan ishingiz produktlar bilan patentni chekini o'zingiz to'laysiz. Moskva, Podmoskva farqi yo'q, bemalol kelaverasizlar. Biz mana ikkita joyda ishimiz. Bittasi Vnukovo aeroportiga yaqin, bittasi Podolskida. Podolskidagi Chasovoy sohatingizga pul to'laydi. Vnukovodagi esa объемga qilgan ishingizga olasiz. Vnukovodagi ko'proq oylik oladi.